Awesome Yeah. boss. Bakram has the best boss ever. So like we regularly do like an hour. $2000 maliyat olganda. Assalomu alaykum hammaga. Men ismim Bahrom. Bugun sizlarga YouTube'ga yangi video, ya'ni Amerikada bir kunlik hayotim. Bugun yakshanba, 14-sentyabr. Bugun yakshanba. Bugun dam olish kuni. Ozgina planlar bor. Agar o'xshasa shularni qilmoqchiman. Oddiy shu bir kunlik hayotimni ko'rsatib bermoqchiman. Agar qiziq bo'lsa-da, videoning davomida ko'rib boring. Hozir soat 1:30 bo'ldi. Kunning o'zi yarmi. Soat 3da bitta mitingim bor. Mitingga borsam shu yerdan davom qildiraman. Ungacha ozgina kontrol o'ynab, kompyuter o'ynab ozgina. Keyin obed qilib shu mitingga ketsam kerak. Video shu yerdan davom qildiraman. Xo'sh, soat 4 bo'ldi. Mana 4:00. Hozirgina futbol ko'rdim. Barselona bilan Valensiya o'ynadi. Hozir tugadi. Shot 6:0 bo'ldi. Mitingim bor edi. Mitingim soat 4:45 ga o'tkazildi. Hozir o'rtacha 45 minut vaqtim bor. Ovqatlanmadim, obed qilmaganman hali. Bitta obed qilib, ovqatlanib to'g'ri mitingga ketamiz. Mana sumkamni oldim, kompyuterimni olganman. Keyin ko'pchilik so'rashadi, Amerikaga student bo'lib borgandan keyin nima ish qilsa bo'ladi? Sabab bilsangizlar kerak, Amerikada studentlar faqat haftasiga 20 soat, unda ham on kampus ishlay oladi. Off campus ishlash mumkin emas. Masalan, oddiy restoran nimalarda ishlash mumkin emas, faqat on campus ishlashingiz mumkin yoki qo'shimcha CPT degan narsa bor. Bu internship, ya'ni bizda O'zbekistonda nima deydi? Stajirovka deydimi, shunaqa ish, internship degan narsa bor. Agar internship olsangiz, o'qish davomida ishlashingiz mumkin, u ham 20 soat. Yozda 40 soat ishlashingiz mumkin agar internship offer, ya'ni ish topa olsangiz. Bu nimasi, ko'p internshiplar paid bo'ladi, ya'ni sizga pul to'laydi. Lekin juda ham zo'r narx deb aytib bo'lmaydi. Lekin studentlar uchun yomon emas. Agar tajribangiz yo'q bo'lsa ham juda ham yomon emas. Siz yashashingizga at least kamida kontraktingiz to'lashingizga yetishi mumkin. O'rtacha narxga kelib qarasak, shtatga bog'liq, to'g'risi, har shtatda har xil. Bizning shtatda $15 dan boshlansa kerak deb o'ylayman. $15 u yoqqa ketaveradi, $30 gacha balkim, $15-30 atrof bo'lishi mumkin. Shunaqa bu soatiga shunaqa to'laydi. Agar endi unpaid, ya'ni pul to'lamaydiganlar ham bor. Bu prosta siz tajriba olishingiz uchun ishlab berasiz. Lekin ko'pchiliklar to'laydi. Qanday topsa bo'ladi bu ishni? Birinchi eng zo'r nima maslahatim, ko'plab universitetlarning o'zini career fair, ya'ni o'zlari universitetning o'zi employer, ish beruvchilarni taklif qiladi, ular keladi universitetda studentlar bilan gaplashadi. Siz o'zingizni resumengizni ularga bersangiz bo'ladi, in person, ya'ni face to face, yuzma-yuz gaplashib, o'zingizni tanishtirib, o'zingiz haqingizda informatsiya bersangiz, sizga ular aloqaga chiqishi mumkin. Eng zo'r, osonroq varianti shu. Ikkinchi variant bu online, LinkedIn, shunga Handshake, shunga o'xshagan joylardan application topshirasiz. Lekin bu juda ham qiyin, to'g'risi oson emas ish topish. Asosan shu o'zingizga local joylardan topsangiz, shu universitetga kelgan odamlar, employerlar, ya'ni ish beruvchilar, shulardan topish osonroq, sizda shans balandroq bo'ladi. Shu bor, eng zo'r variantlardan bittasi shu. To'g'risi, men hozir o'zim internship qilyapman. O'zimda internship bor. Oldingi yil yozda internship qildim shu kompaniyaga. Hozir yana bitta proyekt bor deb meni chaqirishdi. Return offer, ya'ni qaytib kelish taklifini berishdi. O'sha avgust oyidan internshipimni boshlaganman. O'sha birinchi o'rtacha 3 haftacha bo'ldi boshlaganimga. Bugun meeting, shunga ketyapman hozir. Eng zo'r variantlardan bittasi shu internship qilib ishlash, qonuniy qoidalarni buzmasdan. Ko'pchilik to'g'ri, bu kelib tezda topish qiyin bu narsani, internshipni.
ko'pchilik studentlar kelib eng birinchi qonuniy, noqonuniy ishlardan boshlashadi. Shu dastavka, DoorDash yoki food restoranlar atrofdagi yaqin food restoranlar, ya'ni oshpaz, narsa qilish, ovqat shunaqa sohada ishlashadi. Bu ham yomon emas, boshlashga bo'ladi agar topa olsangiz. Iloji boricha shu qonuniy ishlarga harakat qiling. Ayniqsa internship o'zingizni sohangizda o'rganishingizga yordam. Bu qanday narsa? Ham o'rganasiz, ham sizga pul to'laydi. Shu taraflama yaxshi. Mitingga uchrashuv joyiga yetib keldi. Hozir mana mahalla shunaqa. Nimadir bo'lyapti, bilmadim nima aynan. Bu yerda muzika aytishyapti, odamlar ko'chada. To'g'risi bilmadim nima bo'lyapti. Men mashinam bu tarafga park qildim. Hozir kiramiz. Odatda garajda uchrashamiz. Hali bilmaydi videoga olayotganimni. Hali videoga olayotganimni aytishim kerak. Hey Mark, how are you doing? Dude, I'm recording if you don't mind. record, yay. Am I told you I have a YouTube channel? Oh, is this the YouTube channel where your former boss was really amazing? And is that the YouTube channel you're talking about? Nah. Oh, which So, YouTube channel? I have my YouTube channel. I do vlogging. It's like I just started new. I'm a new, so I upload about 2 or 3 videos so far. Okay, okay. So I'm just doing my day Start. in the life video right now. Day in life. So please, Yep. just please don't start all your YouTube by saying, "Hey guys, okay, check out this video," or something stupid. Awesome Yeah. boss. Bakram has the best boss ever. He's my boss actually. His name is Mark. So actually I do in Uzbek language. So Awesome. Uzbek. Okay. yeah, it's for Uzbek auditory. How do you say welcome in Uzbek? Xush kelibsiz. Hushbelakshdesh. Nice try. Nice. So, bugun meeting bor. Meetingimiz shu joyda. Garaj shunaqa ofis. Ish joyimiz mana. Board. Bu yerda nima qilamiz, so'zlarimiz, ideya. Bugun meeting 1,5 soat, 1 soat bo'lsa kerak. Zo'r narsa topdim. Buni yomon og'ritar ekan. Bu yerda kattaroq bor ekan. It's for fun. Shunaqa narsalar ham bor. Hozir chiqdim meetingdan. Soat 4:45 da 6:45 bo'ldi. 2 soat bo'ldi meeting. Hozir mashina oldiga keldim. Nimadir bo'lyapti, bilmadim to'g'risi nima, qandaydir narsa bo'lyapti ko'chasida. Qanday yaqinlashtirsa bo'ladi. Shunday qo'shnilar hammasi chiqib bir nimadir qilyapti. To'g'risi aytaman nima bo'lyapti. Endi uyga soat 7larda borsam uyga yetib ozgina dam olib juda charchadim. Meeting zo'r bo'ldi. Hozir keyingi hafta uchun qiladigan ishlarni gaplashdik. Hozir bitta do'stimning uyiga keldim. Mana shu uylarda yashaydi. Bu parkovkasi. Sizlarga nimani ko'rsatib bermoqchiman. Mashina olganda yaqinda, endi juda ham yaqin emas, 1-2 oy bo'ldi hali video olmagandim. Bugun uni yoniga bitta narsa berishga kelgandim. Hozir sizlarga mashinasini obzor qilib ko'rsataman kichkina. Xullas, narxini aytsam ishonmaysizlar. Narxi azamat qanchaga olgandingiz? 2000. Короче, Malibu $2000 ga Malibu olganda 2-3 oy oldin. Ko'rinishi mana bunaqa mana. Bu yangi emas, yili eskiroq. 2009. Yili 2009-yil Malibu. O'zbekistonda hali bunaqangisi yo'q. O'zbekistonda eng eskisi 13 qanday? Malibu 1 deymiz-ku. Bu undan ham eski oldingi chiqqan versiyasi mana.
tonirovkalar urgan 100% qilib hech nima ko'rsanmaydi. Hozir oynasini tushirgandim. Orqasida mana shunaqa license plate mana nerealni. Yili 2009 dedi 2000 dollarga olganda probegi 130 ming yurgan edi olgan payt. 130 ming yurgan 2009-yil 2000 dollarga. Hech qanday avariya ham bo'lmagan, hech qanday muammosi yo'q mashinani. Chotki yuryapti, like engine hamma joyi, hamma narsasi chotki. Saloni tonirovka urganlik 100% qilib urgan. Bu yerga ham urgan qizig'i. Sidenasi shunaqa, mana o'tirsak, rul, tablo, eshikni qo'yibdi. Ana narsa ovoz chiqyapti. Ichkarisdan mana avtomat. Bu yerda narsa to'kilib ketgan, tozalab yuborish kerak. Bilmadim, O'zbekistonda 2000 dollarga hozir Matiz ham bermasa kerak 2000 dollarga. Mana bu yerlari chotki yumshoq, mana qirilib ketmaydi o'zimiz Sparklardek. Orqasidan hamma joyi knopka, 2009-yil mashina. Balonlar ham chotki, mana diskalari. Hozir eshitishim bo'yicha O'zbekistonda ham xohlagan nima license plate, ya'ni nomer o'rniga yozdirsa bo'ladi dedi. Bizda Amerikada bor edi. Xohlagan narsani yozdirardingiz. Bu shu narsani yozdirgan. Ma'nosini bilmayman. Ma'nosi nima? So'kishlar. Sakinish nimadir, men ruscha bilmayman. Qarach, mana yozib qoldiringlar fikrlaringizni. Mana azamatni o'ziga mosani like katta ichi ham kengda, juda nerealniy katta. Meni mashinamdan sal kattaroq, pasti shunaqa ichi. Lekin hamma komforti bor, konditsioner, hamma like cruise control, hamma narsasi bor. 2009-yil mashina. 2000 dollar, bilmadim. Keyingi videoda yangi sizlarga boshqa ikkita mashina bor. Yana bitta do'stim mashina oldi. U mashina olib sotmoqchi. Olib qo'ygan. Mana bu yerda ikkita mashina turibdi. Keyingi videoda yana bitta video olib ko'rsataman, bu ikkalasini obzor qilib. Hozir uni o'zi yo'q, u o'zi kelsa 3 ta mashinasi, 4 ta mashinasi bor. Bitta mashinasi boshqa joyda, bittasini haydab ketgan. Shu 4 ta mashinasini bir kun obzor qilib ko'rsatib beraman. Bu mana oddiy Amerikada shu studentlar boshlanishiga shunaqa mashina oladi odatda. Shu boshlanishiga like Altima, Malibu shunga o'xshagan narsalar boshlanishiga bo'ladi. Keyinchalik yangisini olsa bo'ladi. Camry nimadir, yangi chiqqan variantlarni. Bilmadim, 2000 dollar to'g'risi bir oyda topasiz, masalan, student bo'lib ham dastavka qilsangiz ham shu 2000 dollar atrofida topasiz oyga. Bir oyligingizga bitta mashina olasiz shunaqa. Qiziq. Xo'sh, uyga ham yetib keldim. Like 1 soatcha bo'ldi uyga yetib kelganimga. Hozir homework'im bor. Bugun deadline bergan, darslar, vazifalar bor universitetniki. 3 ta homework bor ekan. Bugungi deadline soat 9:20. 2,5-3 soatcha vaqtim bor. Hozir shu homeworklarni ishlab, shuni topshirishim kerak. Bilmadim, taxminan 1 soatlarda tugatsam, 1,5 ayrimni qilganman. Shu 1 soatlarda tugatsam, keyin gymga boramiz. Soat 10:30, 10:30 rovna. Hozir homework tugatdim. Homework due, ya'ni deadline soat 12 gacha edi kechqurun. Soat 10:30 tugatdim. Hozir endi gymga ketamiz. Kiyimlarni almashtirdim. Shu 1 soat, 1,5 soat gymga borsam, shu kechqurun 12larga kelsam, keyin yana bitta homework bor ekan. U homework ertalabki 10 gacha deadline. Ya'ni ertalabda 10 da klassim bor, klassda topshirish kerak. Kelib qilaman yoki ertalab uyg'onib ertalab qilaman. Hozir gymga, mana parkovka bu yerda hammasi studentlarning mashinalari.
Men u tarafga qilganman. Jimga keldim, aytib mana. Shu uyning yonida bitta shunaqa jim bor. Shu yerga kelaman. Shunaqa katta, uzun, hamma narsasi bor. Mana bitta do'stimiz yuguryapti. Bugun chest qilish kerak. Mana bu yerda ikkita mana. Ikkitasi ishlayapti. Bu hammasi o'zimiz bolalar. Yo, Abel, how are you doing? Okay. Good. Nima qilyapsiz bugun? Nothing. Low energy. Bugun chest qilamiz. Mana bu. Saat kech keldim, 9 da kelardim. Soat 10:30 bo'lib ketdi. Homeworklar bilan kech qoldim. Hamma narsa bor. 12 gacha shu yerdaman endi. Max 45 pounds. Hey, this is a nice camera, bro. No warm up, nothing. Bismillah. This? I know, like we regularly do like an hour and 30 minutes or an hour and 40 minutes. One more. I want to go to stage. One more. Where you want to go? Oh, gotcha. 45 pound, 20 kilo. Har tarafga. No max 4 ta bo'ldi. Maxdan pastga tushamiz. 35-30 qilib ko'ramiz. Sorry pounds each side. £30 bo'ldi. O'rtacha 15 kilo. Har tarafiga o'sha tugatdim, 45 qildim, har tarafiga 35 qildim. 30 qildim. 3tasi yetadi. Endi bularga o'tamiz. Bilmadim, ko'raman, time lapse qilib ko'raman. O'xshasa bo'lmasa zaldan chiqib, keyin ketganimizda davom qildiramiz. Jimdan chiqdik, ovqatlanmoqchi edik, ovqat pishiradigan bo'ldik. Elimdar aerodinamika. Crash. They will kick us. Hozir shopping qilishga keldik. Nima pishiramiz? Rolton pishirmoqchimiz. Yo'q, oltin emas. Biz eggs qilamiz, black bread qilamiz va avokado qo'yamiz. Avokado oldik, eggs black qilib bermoqchi. Va do'stlar, Apple qilib beradi. Can you keep it from that side? No, let's go like just Put the hand on that. It's always on that. Azamat. Ahmed, please. deb. Kick bo'ladi hozir, bor-ku. Soat necha bo'ldi? 20 minutdan keyin yopiladi. Where are the noodles? Why are we doing?
potato, crackers, breakfast foods. What? Pasta. Macaron, короче. Hey, we can. Pasta with chicken. Have you ever tried the noodle when Abdullah cooked? Bro, that's fucking good. We should do this. We need a cheese, noodle. Yeah, that's all. Yeah, If you want, you can add some sausage, but it's optional. Eggs, like cubes. For what? This way. We can. I don't know how to cook anything, so I can look at everything. This guy is good, so only he knows. Okay. Watching this losing calories, so I'm doing. Shopping tugatib, oxirida chekni ko'rsaman sizlarga. Bu menga emas, bular to'laydi, men to'lamayman, bularniki. Bugun meni ovqatga chaqiryapti mana. To'g'rimi? To'g'ri. Mana. Because of the $200 that I saved recently, like we got charged. Bozorga qildik, uyga keldik. It's just like the Mana shu the actual narsalar. amount. But Juda ham ko'p narsa yo'q. we can only pay like the first one. $120 bo'ldi. September 25. Mana shu hamma narsa. Hozir biz rolton qilmoqchimiz. Mana suv qaynatishga qo'ydim. Ovqat qildim. Soat necha bo'ldi? Kech qolib ketdik lekin. 12:45. Ovqat qildim. Rolton qaynatib, ustiga 3 dona tuxum chaqib, keyin bunaqa cheese bor. Maydalangan, ustiga cheese nima qilib, aralashtirib bunaqa pishiryapman. Hozir tayyor bo'ldi, pashta tayyor bo'ldi. Bitta aylantirib yuborsak tayyor o'zi. Ovqat solgandan keyin ko'rsataman. Ovqat tayyor bo'ldi mana. Ichida cheese, tuxum, keyin rolton nimasi, shuni qaynatilgan. Shunaqa ko'rinishda. Shu tayyor bo'ldi. Try nima qilib ko'ringlar, ta'mi zo'r chiqadi. Rolton o'zini nima seasoning, ya'ni o'zini qo'shadigan ta'm beradiganlarni qo'shib, shuna qilib yesa zo'r chiqadi. Uyga yetib keldim. Hozir soat 2:21. Hozir yetib keldim. Shu ovqat pishirdik, gaplashib, ozgina dam olib, ovqatlanib, hozir keldim uyga. Endi ertaga soat 10 da, ertalab 10 da klass bor, darsim bor. Uyg'onib, klassga borishim kerak. Undan oldin bir dona qiladigan homework, vazifa bor. Ertaroq uyg'onib, shuni qilib, klassga borishim kerak. Soat 2:30, soat 3 da uxlasam, 5-6 soat uxlasam ham, soat 8larda uyg'onib, keyin ikkita klass bor ertaga faqat 10 da bitta, 11 da bitta, shu bilan tugataman. Keyin obedda ozgina uxlab olaman. Shu bilan hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Hozir shu yerda xayrlashsak ham bo'ladi. I don't know, ertalab ko'rayotgan bo'lsa, good morning, good evening, good afternoon, anyways. Xayrli tun, menga xayrli tun. Balki sizlarga xayrli kun. See ya.